Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Mana bitta oilamizda quruq qo'yib yurgan onasi bor edi. Hozir ham bor. Lekin asalarlarimiz g'umbak tortishgan. 3 ta dona. Bu tarafida mana ikkita, hozir ko'rsataman. Yonma-yon bu tarafida ikkita. Narigi tarafida bitta. Chiroyli qilib tortishgan. Mana shu g'umbak. Shu bugun yo ertaga chiqadi bu g'umbakdan ari. Mana ma'lumot o'rnida aytiladi bu. Hozir bitta, ikkita, bir, ikki, 3, 4, 5, 6 ta ramkada o'tirgan aridan 3 ta g'umbak tortilgan xolos. Boshqa ramkalarida yo'q. Bular ona arini almashtirishga harakat qilishyapti. Lekin hozir mana ona arini ko'rsataman. Ona arimiz ham tuxum qo'yib yuribdi, urib qo'yib yuribdi. Shuning uchun bu oilaning g'umbaklariga tegmaymiz. Mana ona arimiz. Bu tarafiga o'tib ketdi. Yerimcha ko'rinmayapti, lekin yangi urug'lar, 3-4 kunlik urug'lar bor. Hozir har tomoniga mana yangi mashina bergandik. To'qib tashlashgan. Mana urug'lari normal holatda. Lekin bu oilani g'umbaklariga tegmaymiz. Chunki bu oilada erkak arilar ko'payib ketgan. Oilaga onasi yoqmayapti, chunki erkak urug'ni ko'p qo'yyapti. Shuning uchun ular almashtirmoqchi. Tegmaymiz, o'z holiga tashlab qo'yamiz. Yangi ona ari g'umbakdan chiqib, urchib kelgandan keyin eski arini o'zlari o'ldirib yuborishadi. Shuning uchun ularni bezovta qilmaymiz. 3-4 kundan keyin ochib xabar olib qo'yamiz, xudo xolasa. Agar mabodo endi qochishga harakat qilgani yo'q bu oila. Agar qochishga harakat qilgan bo'lganda g'umbaklarni ko'paytirib tashardi. Ramkani yonlarida, taglarida g'umbak tortib, ona chiqarishga, qochishga harakat qilishgan bo'lardi. Lekin bular faqat ona arini almashtirishga harakat qilishyapti. Bittadan 3 tagacha g'umbak qo'yilgan bo'lsa, demak bular onasini almashtirmoqchi. Shuning uchun bu oila boshqa bezovta qilinmaydi. 3-4 kundan keyin qani ko'ramiz. Ochib chiqsa ham bugun chiqadigan g'umbagi ham bor ekan. Agar bugun yo erta chiqsa ham, havo yaxshi bo'lib tursa, tezdagina urchib keladi.
va urug'ga kiradi degan umiddamiz, xudo xolisa. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa.